Bir odam yaxshi keldi. Alhamdulillah. Shunga bir ikki og'iz chiroyli gaplar bor edi. Bularni ko'rib meni ham bir g'ayratim kelib ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana Shoptali Axsi fuqaro mana xizmati bilan mana shunchalik ko'rkam masjidimiz barpo bo'lyapti. Mana shu yerda qanchadir odamlar xizmat qilyapti. Alloh har birlariga ajrini, savobini bersin. Bularni tarbiyat qilgan ota-onalarni umrlarini uzoq qilsin. O'tganlarini joylarini jannatda qilsin. Bunga bir kecha kunda bir narsani eshitib qoldimki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida Payg'ambarimizning masjidlarini tozalab turuvchi bir ayol bo'lgan ekan. Payg'ambarimizning ko'zlariga 3 kun ko'rinmay qolibdi haligi ayol. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan so'rashibdi. Falonchilar, mana shu ayol nimaga ko'rinmay qoldi deysa, shunda sahobalar aytishdi, "Ya Rasululloh, bir ayb ish qilib qo'ydik. Bu ayol 3 kun oldin o'tgandi, biz sizni bezovta qilmaylik" degan holatda Shomga yaqin o'tgandilar. Shu o'zimiz dafn marosimini o'tkazib, janozalarni o'qib, qabrga o'zimiz qo'yib keldi deyishganda, shunda Rasululloh bir xafa bo'lgan holatda ko'rinish beribdilar-da. Shunda shu ayolni qabrini menga ko'rsatinglar deb sahobalardan so'rabdilar. Shunda sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrini tepasiga olib borganda, haligi ayolni qabrini tepasiga turib Rasululloh janozasini o'qitdilar. Endi bundan chiqadiki, siz bizlar mana 2 yildan beri mana shu masjidni quryapmiz. Masjidni tozalashga shuncha ajr ekan. Endi bu qurganga qancha ajr Allohning o'zi biladi. Har birlarimiz mana shu masjidni qurganni savobidan Rasululloh duolaridan nasib qilsin. Mana bugungi kunda Rasululloh bo'lganlarda siz bizlar nima qilardilar, bir faraz qiling. Masjidni tozalaganda shunchalik qildilar, janozasini o'zlari o'qitdilar. Shunchalik masjidda xizmat qilganlarni ko'rganlarida o'zlari bir qanchalik sizni bizni ikrom qilardilar, qanchalik siz bizlarni hurmat qilardilar. Bu misli ko'rilmagan daraja. Har birlarimiz Xudo taologa shukronalar qilishimiz kerak. Masjid qishlog'imizda shunday masjid barpo bo'lyapti. Shunday ajr savoblardan sizni Xudo taolo sizni bizlarni nasibador qilgani uchun qancha shukr qilsak shuncha oz. Xudo taolo bu qilgan ishlarimizni savobidan o'tmishlarimizni, sizni bizni tarbiyat qilgan o'tmishlarimizni, sizni bizni bugungi kunda tarbiyat qilayotgan ota-onalarimizni umrlarini uzoq qilsin, o'tmishlarimiz joylarini jannatda qilsin. Ilohim, uylarimizda unib o'sayotgan farzandlarimizni siz bizlardek dinda, salohiyatda tarbiyat topishligini, mana bu masjid qurilishiga qanchadir Xudo taolo va'dalari bor, shulardan bizlarni ham nasibador qilsin. Mana bu xayrli ishlarimizni savobidan o'tmishlari bor, ularni ham nasibador qilsin. Oilalarimizga tinchlik, totuvlik, baraka ato qilsin. Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik va ala hilmik va ala ibadat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Ya Rabbi, mana bugungi kunda degan hasharchilarni ham mana 89-yillarni umrlarini uzoq, tan jonlarini sog' qilgan bularni ota-onalariga ming rahmat. Mana bugungi kunda bularni daromatidan, bir mehnatidan kechib Allohning yo'liga sarf qilsin deb bularni shu yerga jo'natgan ota-onalariga ming rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, o'tmishlarining joylari jannatda bo'lsin. Allohumma Rabbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar bi rahmatika. Mana hayr akam deyishlarini qaranglar. Men Shamsiddinlar ishlamaydi, strom oldi, o'rab olgan.
Mana Rustamjon rasta o'rtalardilar. Bag'da Iqboljon mana. Mana Kozimjon, Akmaljonlar. Ana Ahmad Ali. Nozimjon. Mirjalol inem hormang. Nima gap, sizlar olapmi? Yatchamasdan. Nozimjon mana qo'l ko'taryaptilar. Mana. Siz kiyim olmaysiz. Qani? Voy, o'yin qilmasdan bolalar. Ana. Ha valla. Ondan ben sana aylandim. Ishlar avjida mana. Rustamjon, bag'damiz. Ana. Ha? Shunaqa qilamiz. Taşlarsın. Taşlandırın kirlendi unlu Hoş kelgan ekan. Sağ köpeği olursun. Adamdan ben karap koyacağım. Arabası ben bunu Kaç para gelsin ona? Görürsün abi. Ortalık. Şuradan çift yaptı mı? Ya sen yaptın ağzı. Bak ben diyeceğim bu işe uğraştım. O teoriyalardan yoksa. Aral. Yaxshi bo'ldi, baş. Meni ishlayotganim bor, bo'lsa hal. Rasmga olmayapti Zira. Mana 85 ta hashir kelganmiz. Beton kuyish boshlandi hozir. Abdulaziz, Santoy, Jo'rabek, O'rinboy. Mana Farhodjon Susib ishlanaverlar. Odiljon, Sultonmurod, Sultonxon faqat suvni oldida faqat. Voy cho'rba. Ba'da men o'tabdan Mirzod. Oy. Svashik.